Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli Ahmedning mulk kuzatuvchilari. Biz aynan jamoamiz bilan Xudo xolasa shu xayriya ehson bilan kuzatilib turgan to'yga keldik. Bizamizni hissamizni qo'shilib, Xudo xolasa yana chanda ishlar ketib turibdi. Yanday eshiklarni klassik yo'l qo'shgandan tayyorlab berganmiz. Qulab samoqlarni almashtirib. Yanday chiqaratibdilar bellarni, Xudo xolasa. Roza pikemizni ekan bu Xudo xolasa. Bu yandan 3 kapı klassik yurib berdik. Bu yan tarafında banisi, kuxnisi var ekan. Beri eshik tayyorlab berdik. Hali berni ishlari bo'lmoqda, shuning uchun keyinroq qurib beramiz dedik. Peshondayna Xudo xolasa shibirlarga yetkazdi. Navis. Chiroyli janob uy bo'pti yana.